Dongzhuo zodi kim? U qanday kishi? Bugun biz shu Dongzhuo'ningki o'rniga kirish hikoyasini so'zlaymiz. Endi bu Dongzhuo shu Gansu, hozirgi Gansu tarafga to'g'ri keladi. Bu Shilan qo'shinining sanog'ini, shu yerning aymoq begi. Endi bu ya nega to'g'ri keldi degan vaqtda shu bir tarafi 2000 Mo'g'ulga, yana bir tarafi Xinjiangga chegaralandi. Shuning bilan bu Dongzhuo'ningki turayotgan muhiti ko'pincha shu Chorvichi liq rayoniga chiqaraq to'g'ri kelib qoldi. Shunga bu Dongzhuo ajoyib qovullardan birisi. Andan keyin shu ot minish, jang qilish, chavandozlik degandek ishlar ajoyib mahir palvonda. Bu cho'ng yomon palvonlarning birisi. Uningdan sirt buningki shu yerdami xeli yuzlab ro'y bor. Buningki bir qisqa hikoyasi bor. Ya'ni qandaq degan vaqtda shu atrofdagi chorvachilar, ya'ni buning uyiga kelib mehmon bo'lgan vaqtda bu endi bularni shunday yaxshi kutib oldi. Ya'ni qanday kutib oldi desa, shu uyda bor o'zining shu uydagi shu ot kala shu yer teriydigan kalalarni so'yib etdi. Amaliyotda burun kalani yer terish qishildi-ku. Hech kim bunda yer teriydigan kalani so'ymaydi oshqasini. Yer teriydigan kalalardan so'yib bularga shunday yaxshi ziyofat bergandan keyin shuning bilan bular ta'sirini bitib bu Dongzhuo'ga doim yordam qildi. Shu yaxshi ot, yaxshi kallar bo'lsa bularga berdi. Chunki chorvachilarning jiqda emas. Shunday bir qisqa bir hikoyasi bor. Shuning bilan bu Dongzhuo'ningki ot, kalla degandek narsalar ko'payib, nihoyatda keyingi vaqtda boylashib, bu kuchayib ketdi. Endi bu Xijinninki ma'lumotini ko'rgandan keyin shuning bilan bu ikkilanib qoldi, qanday qilsam bo'ladi degandan keyin shuning bilan buningki bir mushavir bor. Liru deydigan. Bu kinodan chiqadi. Kinoni ko'rsam chiqadi shu. Dongzhuo'ning yendil yuradigan nihoyat yomon mushavirlarning birisi. Buni qanday qilaman deb bish qildi buni. Baray desa dahi. Bu yushirin ma'lumot. Yushirinchi kel deganda uni yushirinchi berib alani o'ttirib ber deganda, ham yushirinchi berib ularni o'ttirib etib, bu saq qaytib keladi sulimiyaga. Bunimi bitab qo'ysa shuni bilan chatoq chiqadi-da, yo bo'lmasa yaxshi aplashmay qolsa ish buningga bir nomni choplabla buni jinoyat chiqib qo'ysa degandek chatoq chiqadi-da. Shuning bilan besh qilib turgan vaqtda buningki shu mushavir ajoyib nochamaldan buni ko'rsatdi. Pazibanim, ya'ni sanog'on bu nihoyatda yaxshi fursatkan bu. Bu fursatni tutib olmasa qo'ymaydi. Bunday yaxshi fursat endi kelmaydi degandan keyin qanday qilamiz hamsa degandan keyin bu Xijin bizga yushirin ma'lumot yetkazibdi. Bu Xijinninki bizga yushirin ma'lumot yetkazganligi, demak bu ishni podshoh uqmaydi, xalq olam uqmaydi. Biz buni xalq olamga uqtirib bizninki o'di uchun, podshohlik uchun to'yib qo'shqinimizni hamma odam bilsin. Bizninki mushadan mang'inimizni hamma odam uqtirib, hamma yerlarga tarqitib, biz nurg'un qo'shinni boshlab o'rdadagi on oqibatni yo'qotish, ya'ni o'rdaga bo'lgan ziyonkashlik, ziyondoshni yo'qotish uchun mang'anligimizni isbotlaydi. Shuni bildirib o'tdi. Biz jangda tavfiq ko'rsatsak, demak podshoh bizni mukofotlaydi. Bizni cho'ng ko'rgan bo'ladi. Xalqmi bizni cho'ng ko'rgan bo'ladi. Agar biz u ishni ishga oshirolmagan taqdirda bizning niyatimiz to'g'ri. Agar bu ishga oshmay qolsa, bizga boshqacha bir gap kelmaydi degandan keyin bu nihoyat yaxshi amalkan deb bular 20 tuman kichik qo'shinni boshlab, zo'r qo'shinni shuning bilan o'rda qarab yo'l oladi, ham bu ishning hammasini davron savatadi. Butun xalq olamga davron silib, hamma odam biladigan odatga akib o'tadi. Demak, bu Dongzhuo ham Liru degan kishilar shunday kishilar. Unda bo'lsa Dongzhuo'ning hikoyasini mushunchalik so'zlab turlar. Endi keyingi soatda biz nima so'zlaymiz? Endi keyingi filmda, keyingi qismda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda 10 avvatningki Xijinni qasdlab o'ldirish hikoyasini so'zlaymiz. Agar do'stlar film yaragan bo'lsa, yuraklaringlarni ayamay berib qo'ygaysizlar, ostiga pinglin, ya'ni inkaslarni, yuraklarni, gullarni berib qo'ygaysizlar.